Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugungi Buxoro viloyati Vobkent tumani Kumushgen qishlog'idagi 50 ta nasosimiz. Mana shu yoqda 4 ta yerlar bo'ladi, 4-5 ta shu yerlar uchun. Ko'cha tomonga 2 ta yerlar bor, shu yerlar uchun. 50 talik shifon nasos. Har doimgidek 1 kilovatlik suv berishlari. metrdan olibdi. Suv sathi 3 metrga. Mana so'yib. To'g'ri ma'qulmi suv berishlari? Kimga xizmatlar ma'qul kelganimizda like, podpiska bosishdan chiqmasin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.